Kim bilan keldingiz? Taksida keldim. Bir o'zingiz, ha? Farzandlaringiz bor, ha? Bitta farzandim bor, nogiron. Ha, siz bilan kelishga hech kim yo'q, ha? Yo'q. Ko'zingizni operatsiyasiga Operatsiyasiga 2 million. qachon operatsiya qilinadi? Endi shu oyda 10-siga degan. Shu keladigan oyda 10-siga, ha? 10-siga. Gulistonda qilamiz debsizmi operatsiyani? Bo'ldi. Gulistonda qilamiz. Yoshingiz nechida ona? 80, mashalloh. 80 yoshli odamni bir o'zini uzoq yo'lga jo'natish to'g'ri emas-da. O'zi endi siz muhtojligingiz uchun uyda nogiron farzandingiz borligi uchun majbursiz, o'zingiz kelgansiz. Lekin shunaqa keladigan, uzoq yo'ldan bizga mashina olamiz deb keladigan yoki nasiyaga mashina olamiz deb keladigan 60-70 yoshdan yuqori odamlarni farzandlari bilan yoki qarindoshlari yoki o'zlarini bir do'stlari bilan kelishni maslahat beramiz, chunki yoshlari katta odam uzoq yo'lda baribir oson emas, uzoq yo'ldan masofa bosib kelish. Shuning uchun o'sha videoni chiqarishimizdan maqsadi shu. Alloh shifo bersin onajon. Bo'ldi. Bitta duo qilib bering endi. Bo'ldi. 10-da Xudo xolasa operatsiyangizga bizani qilamiz. Jahon sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Davlatingizga, umringizga qut baraka bersin Allohim. Hamisha shunday yaxshi insonlar qatorida ko'payib yuraverin. Ilohim sog' bo'ling.